May solnishki, yana bir hikoyamga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan uy sharoitida oson tokpoki tayyorlaymiz. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar: tuz, suv, kraxmal, un va yog'. Birinchi ishimizni idishimizga yarim chini suv quyishdan boshlaymiz. Va 1 choy qoshig'ida tuz solamiz. 1 osh qoshig'ida yog' solamiz va qaynatib olamiz. Qaynab chiqqan suvimizga taxminan 250 gram un solamiz va yaxshilab qorishtirib olamiz. Eslab qolinglar, to'liq xamir holatiga keltirib qo'ymaymiz. Shunday massa bo'ladi. Xuddi shunday ko'rinishga kelgandan keyin kraxmal solishimiz kerak. Va men kukuruzni kraxmal soldim 2 osh qoshig'ida. Siz xohlasangiz kukuruzni kraxmal soling, xohlasangiz kartofelni kraxmal soling. Buni ham bir sira aralashtirib olamiz va gazni o'chiramiz. Massamizni men shunaqa taxtakachga to'kib oldim. Xohlasangiz o'zingizga komfortni bo'lgan idishga to'kib olishingiz mumkin. Xuddi shunaqa massa bo'lishi kerak. Buni xamir holatiga keltiramiz. Yaxshilab ishlov beramiz. Va shunaqa elastikni xamir bo'ladi. Bu 1 ga 1 sinalgan retsept. Va xamirimizni teng 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Bo'lib olganimizdan keyin tokpokilarimizni kesish uchun uzunchoq shaklga keltirib olamiz. Qaranglar, qanaqa zo'r va 1 ga 1 o'xshaydi. Endi tokpokilarimizni shaklini chiqarib kesib olamiz. Keyingi bo'laklarimizni men jicha boshqacharoq kesdim. Xohlasangiz siz ham xuddi shunaqa usulda kesishingiz mumkin. Undan keyin tayyor tokpokilarimizni bitta-bittadan suvga qo'yamiz. Men orada idishlarimni ham yuvib oldim. Undan keyin tokpokilarimiz suv yuzasiga chiqqanda pishgan bo'ladi. Ularni suvdan olib olamiz. Keyin esa sous tayyorlaymiz. Bizga 1 osh qoshig'ida paprika, 1 choy qoshig'ida tuz va 1 choy qoshig'ida shakar kerak bo'ladi. Sousni ham xuddi shu ketma-ketlikda solsangiz yaxshi o'xshab chiqadi. Va soya sous solamiz. Bizga 2 osh qoshiq soya sous kerak bo'ladi. Massamizni yaxshilab aralashtirib olamiz. Shunaqa holga kelganda boshqa idishimizga suv solib, ichiga shu sousimizni solib, bu suvimiz qaynagandan keyin tokpoki solamiz va men ozgina roltini ham qo'shib yubordim. Xohlasangiz siz ham shunaqa qiling. Va mana tokpoki sho'rvamiz tayyor. Qaranglar, qanaqa chiroyli 1 ga 1 o'xshab chiqqan. Mazalariga gap yo'q. Retsept yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmanglar. Bye bye.